Salom Salim, do'stim, yaxshimisan? Ha Muhammadjon, yaxshimisan do'stim? Bilasanmi, bir gap bor, shuni senga aytmasam bo'lmaydi. Hech kimga ayta olmayapman. Nima gap ekan, tinchlikmi? Xullas bilasan, qishloq go'rkoviman. To'rt kun avval qishlog'imizda Sohib akaning qizi 25 yoshli Ruxsora dunyodan o'tib qolgan edi. Bugun bomdodda qabristonga borsam, Ruxsora qo'yilgan qabr tuprog'i sal namiqibroq turgan ekan. Xuddi bugun ko'milgandek. Xo'p, keyinchi. Shunga shuncha vahimami? Qo'yaver, balki tuproq qurmagandir hali. Gaplarimni oxirigacha eshitsangchi. Xo'p, keyinchi. Qabrga yaxshilab qarasam, oyoq izlari bor ekan. Qabrning ustiga chiqib kimdir tepkilagan. Keyin men shoshilib qabrni kavlay ketdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, murda o'z o'rnida yo'q. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Keyin nima qilding? Shuni sendan so'rayapman. Nima qilishga ham hayronman. Seni bilmadim, lekin men bo'lsam hech kimga bildirmasdan qabrni qaytadan ko'mib qo'yardim. Har holda kallam tinch bo'ladi. Qanaqasiga, axir murda yo'qolgan. Uni esa kimdir o'g'irlagan. Murdani ham o'g'irlaydilarmi? Aqling joyidami? Aytyapman-ku, oyoq izlari bor deb. Endi nima qilmoqchisan? Uchastkavoyga xabar qilaman. Nimadir qilishimiz kerak. Nima, axir jinnimisan? Ichki ishlar xodimining bundan boshqa muammosi yo'qmi? Indamasdan tek qo'y. Nega o'zingni g'alati tutyapsan? Senga biror bir maslahat berar deb dardimni aytsam, aytib o'tirgan gapingni qara. Shunchaki seni o'ylayapman. Hozir politsiyani aralashtirsang, ish ko'payib ketadi. Maslahating uchun rahmat. Assalomu alaykum Mamarayim aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Meni tanimadingiz chog'. Men qishlog'imiz Go'rkoviman. Ha Muhammadjon aka sizmisiz? Endi tanidim Muhammadjon aka. Bizdan sizga nima xizmat?
Aka bugun bir mudhish voqeaning guvohi bo'ldim. Xo'p, nima bo'ldi? Iltimos zudlik bilan qabristonga keling. Isbot dalillar o'sha yerda. Barchasi o'sha yerda sodir bo'lgan bo'lsa. Xo'p, hozir yetib boraman. Mamarayim aka, menimcha murda o'g'irlangan. Xavotirlanmang, jinoyat jazosiz qolmaydi. Biz u razil insonlarni topamiz. Albatta topib jazolash Sizga kerak. o'zim xabar beraman. Ha, nima bo'ldi? Mahalla noziriga aytdingmi? Ha, yaqinda u nokaz kimligini bilamiz. Murdani u nima qilar ekan? Unisini bilmadim-u, lekin politsiyani aralashtirib bekor qildingmi deymanda. Nega buncha xavotirlanasan? Yoki bu ishda sening qo'ling bormi? Nimalar deyapsan, aqli past? Men murdani nima qilaman? Hazillashdim jinni. Nima endi o'rtog'imga ham hazillasha olmaymanmi? Ha. Unday qattiq hazillashmadi. Assalomu alaykum Muhammadjon aka, sizga muhim gapim bor. Va alaykum assalom. Uzr, eshitmay qolibman. Qo'ng'iroq qilgan ekansiz. Jinoyatchi topildi. Umringizdan baraka toping. Shunchalik tez topishlaringiz xayolimga ham kelmagan ekan. Ha, aytgancha kim ekan u, Xudo la'natlagan.